Oltinchi vaza Bayuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, men sizni ko'pchilik uchun yaratmadim. Men sizni yolg'iz xursand bo'lish uchun yaratmadim. Men sizning yordamingizga muhtojlik tufayli yaratmadim. Men sizni foyda olish yoki zarardan saqlanish uchun ham yaratmadim. Men sizni shunga yaratdimki, so'nmas ibodat va shukr bilan menga bo'ysunasiz. Kecha-kunduz mening ne'matlarim uchun shukr va maqtuf bildirsangiz. Ey odam bolasi, sizning davringizdan oldingi va keyingi barcha insonlar va jinlar, katta yoki kichik, erkin yoki bog'liq, hammasini birga to'plab menga ibodat qilsalar ham, mening podsholigimga bitta ham zarra qo'shilmaydi. Kim azim mehnat qilsa, u haqiqatdan ham o'zining foydasi uchun mehnat qiladi. Alloh albatta bu dunyoga muhtoj emas. Ey odam bolasi, sen qanday qilsan, boshqalar seni shunday qiladi. Boshqalarni qanday qamaysan, seni ham shunday qamaydi. Boshqalarga qanday munosabatda bo'lsan, senga ham shunday.